Bugungi baxtli mijozlarimizdan biri Abdusaid akamiz Green Life'dan daromadga chiqib, Haval Qarshi avtosalonidan Haval M6 avtomobilini xarid qilmoqdalar. Abdusaid aka, yaxshi kunlaringizga buyursin, hurmatli mijoz. Har bir Green Life'dagi o'sha ishtirokchilarga, o'sha a'zolariga katta daromadlarga chiqib, aynan Haval Qarshi avtosalonidan avtomobil xarid qilishini tilakdoshimiz, hurmatli obunachilar. Abdusaid aka, Haval Qarshi avtosaloni haqida kichkinagina fikringiz. Avtosalon xodimlari haqiqatan juda xushmuomala. Mana o'z vaqtida hamma ishlarni qilib berishyapti. Sizlarga rahmat. Shunaqa sharoitlar yaratib berganingiz uchun. Yaqinlarga tavsiya qilgan bo'larmi? Yaqinlarga albatta Haval avtosaloniga kelib, avtomobil xarid qilishlarini tavsiya qilamiz. Kelingizlar mana, Xudo xolasa. Sovg'alarimizdan mamnun bo'ldingizmi? Rahmat. Mana Haval avtosaloni bizga mana avtomobil xarid qilganlik bo'yicha mana qo'shimcha sovg'a ham beryapti bizga. 7 ta sovg'amizdan tashqari 8-sovg'amiz hisoblanadi. Yaxshi kunlaringizga buyursin Abdusaid aka. Har biringizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Rahmat.